MDF hamda Krashinni MDF eshiklar optim joyiga keldi. Undan tashqari laminatlar bor ekan. Do'stlar, ahamiyat berib qo'yasizlar. Akalarimizdan narxlar unaqa arzon emas. Nima sababdan desangiz, do'stlar, ishlari ya'ni sifatli bo'ladi. Arzonroq qilib bersanlar, arzonroq qilib berishadi, lekin akalarimizda 300 minglik, 500 minglik eshiklar yo'q. Eng arzoni ham do'stlar 1,5 million, 1 million 800 dan boshlab yog'iga ketaveradi. Biz hozir Farg'ona viloyati Yakatitga yetib kelganmiz do'stlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki mutlaqo bepul bo'ladi. Endi to'liq ma'lumotni gapni cho'zmaymiz. Usta akam, ya'ni Tohir akadan olamiz. Assalomu alaykum, Tohir aka, charchamay, ishlar yaxshimi aka? Tushunsiz? Tohir akani bundan oldin do'stlar reklama qilganmiz. Ko'pchilik rahmat aytdi, ya'ni sheriklarimizdan ham olishibdi ekan. Tohir aka, mana olgan odamlar bo'lsa, mana kommentda o'z fikrlarini yozinglar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bepul yetkazib beramiz. Dastlabki bepul yetkazib beramiz. Ustanovkalar qanaqa bo'ladi aka? Ustanovkalar 4 tadan boshlab Vodiy, Toshkentga ustanovkalar, dastlabkilar bepul bo'ladi. Bepul. Endi Tohir aka, bizda shunaqangi akalar borki, ham menga mebel qilib ber, to'ndi komplekt mebel ishini ham qilib beraverasizmi? Eshikdan tashqari? Yo'q, bizda mebel yo'q, ammo eshikda o'zi. Eshikda o'zi faqat shu mutaxassisimiz shuni tayyorlab, eshik romlar garantiyaga qo'yib beramiz. Eshik, romlar, qilib beraverasizlar, tayyorlab, o'rnatib beryapmiz. Qilib beraveramiz. Xo'p, birinchi bo'lib Tohir aka qaysidan tanishtiramiz? Chekkada haytagi eshigimiz, mana hozir ruchkasi yo'q, o'shancha. Ruchkasini qo'yib qo'yganman. Mana misol uchun garantiya deganimiz 1 yildan oshdi, qo'yib qo'yganmiz, mana shishgani yo'q, postlar bo'lgani yo'q, shundan bilsa bo'ladi. Va tashqarida turibdi. Tashqarida turibdi, mana nagli quyoshda, namda turibdi, tumanda. Do'stlar, mana sizlarga realniy eksperiment, mana yo'lni bo'yida turibmiz, batlar ko'p tuman tushadi, ya'ni nam bo'ladi. Biz kelishimizdan oldin mana akamiz ahamiyat bersalar, videoda ko'rinyaptimi yo'qmi, artib, mana ular ham nam. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana nam bo'lib yotibdi mashetlarimiz, artib chiroyli qilib berishadi. Pastdan nechta? Ichkariga olib kirilmaydi. Ichkariga olib kirilmaydi. Ichkariga olib kirilmaydi. Oddiy shu misol tariqasida ham ko'rsatilsa bo'ladi, shishmaydigan, postlar bo'lmaydigan. Qilmaydi. Qo'lda yopishtirilmagan zavodskiy MDFdan foydalanamiz, narxiga yarasha albatta. Narxiga yarasha. Xo'p, birinchi bo'lib bundan boshlasak, bu turishi bo'ladi. Razmeri necha mashinamiz misol uchun? Razmeri fasoni bu haytagi eshik. Hop, razmeri 70 dan 90 gacha bo'ladi. Bo'yi 1.90 dan 2,5 metrgacha bir xil narxda chiqadi. 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Yaxshisi faqat. Yaxshisi bu laminat, a? Bu laminat eshik. Bu Krashin eshiklarimiz 3 million so'mdan boshlanadi, bezayiga qarab. 2,5 millionligi bor, bezayi kamrog'i. Mana bunaqasi yo'g'i bo'ladi. Mana chizig'ida o'zi bo'ladi. Narxi yarashiga to'g'ri bular. 2,5 milliondan boshlanadi Krashin eshiklar. Yonidagi hali gullari qo'shilsa-chi, hali yonidagi. Xo'p, orqasida daboriga qo'shiladi, oldidagi nalishnik gullar ichida ketadi. Nalishniklari ichida. Nalishniklari tevada hali shohona qilib qilinsa, unga qo'shiladi. Ularda ham o'sha dastlabki ustanovka ichida 2,5 million so'mdan boshlanadi. Xo'p, aka, mana misol uchun menga Krashinni eshik kerak desa, zakaz bersa, razmerlarini aytsa, necha kunda yasab berasiz aka? Krashin eshiklarimiz ozgina vaqt oladi, chunki sifatiga yarasha chiqadi. Uni vaqti 20 kun nari berda bo'ladi. 20 kundan boshlanadi. 20 kundan boshlanadi. 25 kungacha tayyorlab o'rnatib beramiz. Xo'p, zakazingizga qarab ko'proq bo'lsa, o'shunga qarab ketaveradi. Kun ham o'zgaradi. Songa qarab bo'laveradi. Zo'r. Bunimiz bu ham laminatmi? Bu ham laminat eshik, bu karishli rangda. Bu ham o'sha 1 million 800 mingdan chiqadi. Bu 2 million so'mdan chiqadi. Bu apkalatlik laminat eshiklar. Bu ham shu, rangidan farqi bor xolos. Laminat eshiklar bor. Xo'p, aka, mana xuddi shunaqalarni men o'zim ham ko'ryapman. Hozir tabiiyki, video ko'rib turganlar ham ko'radi. 300 ming, 500 mingdan sotishyapti. U bilan buni nima farqi bor aka? Bunaqa eshiklarimiz ham bor. Endi birov ishini yomon yoki yaxshi deya olmaymiz, chunki bizni ustachilik, bizni studentimiz hech ozgina to'g'ri kelmaydi. Albatta o'zimiz ishimizga javob beramiz. Garantiyasi mana videoda beryapmiz. 5 yilgacha garantiya beryapmiz. 5 yilgacha garantiya beriladi. Ichlariga ham yo'q, ichlari shubhasiz bo'lsa, agar ochib ham ko'rsataveramiz, ichlari sasna rekadan bo'ladi. Atxod bunaqa narsalar ishlatilmaydi. Yaxshi, sasnalardan ishlatiladi. Keyingimiz bu ham laminat, Bu ham laminat eshik. Bu Krashin eshik. Bu yangi chiqqan tilla taroqli uslubda neoklassika remontlarga tushadigan chiroyli eshigimiz. Bu ham xohlagan rangda bo'ladi. Oq laminatlisi ham bo'ladi buni. Bir xil narxda chiqadi, 1 million 800 ming so'mdan bo'ladi. 1 million 800 ming. Bunimiz ham Krashin ham o'sha 2 milliondan yuqori, bular. Bu ham bezayiga qarab 2,5 milliondan boshlanadi. Bu 3 millionligi. 3 million. Orqa shifkalar bilan 4 million bo'ladi. Shifkalar. Orqadagi dabor devorlar o'rab berish. Orqalarini ham ko'rsataylik. Orqalari qanaqaligini ko'pchilik qiziqyapti. Mana tomonni deylik, bu devor bo'ladi yoniga. Devor yoniga ashubkalarni o'rab berish, dabor deyiladi. Ularni bilan 4 million so'm bo'ladi. 4 million so'm bo'ladi. Bu eshiklarimiz do'stlar, ichki tomoni, ya'ni orqa tomoni qanaqa bo'ladigan changiga ahamiyat bermaysizlar. Aytganimizdek, biz hali
realniy videoda qilyapsiz. Ya'ni orqa tomoni bu showroomda oldi tomoni qaratib berilgan bo'ladi. 2 yildan beri mana shu yerda turibdi. Namda, quyoshda turibdi, xudo xohlasa. Bunimiz ham krashinni. Yo, bu laminatmi? Bu mana eshigimiz mana bezaga qaradiganimiz bu qo'yilgan ikkita двойной обкладный bo'lgan. Nimasi yopishtiriladi, ya'ni sariq yaltirog'i. Sarig'i yaltirog'i bo'lmasa bir xil narxda chiqaveradi. Bir xil narxda chiqaveradi, xudo xohlasa. Ruchkalari original yaxshi. Ruchkalari ko'rib olnaveradi, originaldan qo'yamiz. Ruchkalar bormi, hozir qo'yiladigan ruchkalar? Ruchkalar hozir yo'q. Biz mijozlarimizga rasmlarni tashlab beramiz. Yana bitta variant. Yoqqan, o'zlari yoqqan, qorasi, oqi, mo'kli xohlagan tilla rangda tashlab beramiz. Ma'qul kelganini aytsa, shunga qarab qo'yib beramiz. Zakaz mosa berilaveradi. Xudo xohlasa, cho'tka qilib. Xudo xohlasa akalarimiz nomerlarni pastda qoldirgan. Bu ham zakazga, adashmasam, hali bitgani yo'q. Bitgani yo'q, yarim holati. Yarim holati. Bu nima, laminat-a bu? Bu laminatdan, bu ham qog'oz bas, yopishtirilgan bas. Eslatib o'tamiz, original eshik bizda faqat. Cho'tka holatda. Mana yerda bu krashinning bu ichkari ko'rsatdi. Krashin eshiklarimiz unda sachilish jarayoni. Bu krashin eshikda 4 sloy sepiladi. Bu endi 3-sloy, yana bitta sloy sepiladi hali. Yana ham oppoq bo'ladi. Oppoq bo'ladi. Musvet deyshadimi buni, o'shanaqami? Bu hozir oppoqdan ham vishi oq deyiladi, original kraskalar sepiladi. To'g'ri. Ya'ni krashinning MDFda farqi do'stlar, arzon narsani bitta qarasalar juda ham oppoq turadi. Bular super moshi. Super moshi. Bemalol qo'l namlata bilan artilaveradi, ishib ketmaydi. Tagigacha shunaqa. Taglari ham shunaqa. Taglari ham mana orzishlarda tagida bo'yalmagan bo'ladi, nam tortib, manaqasiga ishib ketadi. Bizda polni ishlov beriladi. Kraskani hisobiga ishib ketmaydi. Bu yerda mana o'zidan ishlab chiqarish joylari, bular o'sha yonida nalichilar deydimi, o'shanaqami? Bu korobkalari. Yonidagi kesaklari ham mana qalindan, yonlari qirg'ochlik. Qanaqa bu sasdan? Sasdan taxtadan bo'ladi. Bu MDFdan tavsiya qilinmaydi. Bizdan boshqaga zakaz berilsa ham MDF korobkalar samarasi yaxshi ushlamagan nisbatiga tashlaveradi. Sasdan korobkalar xudo xolasa uzoq yillar xizmat qiladi. Uzoq yillar xizmat qiladi. Xudo xolasa akalarimiz joylar chetda endi bu sexlari, xudo xolasa bu ham mana ko'rayotganlaring laminat. Ko'ryapsizlar mana ichini ham to'laligini, ishlatilgan materiallar mana sasna, ponni yaxshisidan ishlatiladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Endi arzon ish desalang, arzon ish ham qilib berasizmi yo arzonni ham qilib beramiz, lekin garantiya berilmaydi. Faqat to'g'risini aytiladi. Insonga hozir birinchi o'rinda ishonch turibdi. Hozir zamon talabi ishonch, birinchi o'rinda ishonch. Ishonch oqlaydigan ishlarni xudo xolasa tayyorlab beramiz. Romlarimiz nech pulda mana? Romlarimiz fortichkalar bo'lsa kerak bularimiz aka. Romlarimiz haqida ham laminat-a bu? Laminatdan bu ham bir xil narxda chiqadi, sababi oynaklari bilan nalishliklar, o'rnatishlar hamma ichida bo'ladi. Original mexanizmlar, ruchkalarni qo'yib o'rnatib beramiz. Zo'r qilib beriladi. U ham bir xil narxda chiqadi. Fortichkalar endi arzonroq chiqadi. Aytganimizda buni ham krashinimda yoki laminatga qarab turib, bu ham o'zgarib boraveradi. Menimcha hamma yo'qda aytdi, aka, yo'q qolib ketgan savollar bormi aka? Savollar yo'q, xudo xolasa asosiysi mashina ko'rsatib o'tamiz. Yana bir martaba akalarga bu krashin eshigimiz eng zamonaviy eshiklardan bo'lyapti. Juda ham ko'p akalarimiz buyurtma qilishyapti. Yangi novostroyka domlarga, uylarga chiroyli qilib tayyorlab o'rnatib beryapmiz. O'rnatib beriladi. Xudo xolasa do'stlar, bizning nomimizdan chiqsalar, 4 ta undan yuqori oladigan bo'lsalar, chegirma hamda Vodiy Toshkent bo'ylab dastlabki ustonovga mutlaqo bepul. Vohalarga dastlabki qilib berishadi, lekin agar ob'yom olsalar, dastlabkasini ham bonus qilib berishadi. Xudo xolasa. Qancha ko'p olgan sari chegirma ham albatta kuchayib boraveradi. Xo'p. Biz turgan joy aka Farg'ona viloyati Yakatut qatida turibmiz, orientirimiz. Xo'p, Farg'ona viloyati Toshloq tumani, Yakatutda seximiz yo'lda bo'yida Yakatut masjidi yonida bo'ladi. Bu tomon 5 ko'cha Quvaga ketish mana. 5 ko'chani oldi ko'pchilik bilishadi. Bu tomon Zarkent, Toshloq tuman Zarkentdan o'tganda Yakatut masjidi yonida. Yonida, ya'ni sentrida, qoq markazida, xudo xolasa. Pastda nomerlarni qoldirganmiz, ko'rmaganlar uchun mana nomerlar turibdi. Instagram profillari mana Tohir Usta M1 deb yozsalaring ham o'zlarini, ya'ni shaxsiy qilgan ishlari chiqib keladi. Tohir aka boricha xudo xolasa videolar qilib berdi. Pastdagi nomerlarga sizlar o'ylagan savolga javob berishga harakat qildi. Shunaqa foydali videoda o'tkazib yubormaslik uchun foydangizga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.